Bu kiyim elementini hammani ham siz ko'rib olmaysizlar, lekin bu narsani kiygan odam tashqi ko'rinishi keskin o'zgaradi. Odatda jiletkalarni kostyum troykalarda uchratsa bo'ladi, lekin ba'zi bir do'konlarda jiletkalarning o'zini alohida sotsangiz ham bo'ladi. Agar klassik luklarga mos tushadigan jiletka topsangiz, uni albatta xarid qilinglar. Jiletka kiyishda ham albatta o'zining bir ikkita qoidalari bor. Birinchisi, jiletkani o'zi shimilani poyasini yopib turadigan darajada uzun bo'lishi kerak. Ikkinchi qoidasi bo'lsa, xuddi pijak kabi. Pijakka oxirgi tugmasi taqilmaydi, jiletkada ham oxirgi tugmasini taqmaysizlar. Va uchinchi eng muhim narsa, ko'pchilik jiletkani bilog'ini taqayotganda xato qilib taqadi. Pijaklarni yechganingizdan keyin mana bu tarafi ko'pchilikda osilib yotadi. Shuni hozir vizualni chiroyli holatga keltiramiz. Shu ko'rsatgan uslubim bo'yicha jiletkalarni remeshokini taqsanglar, pijaklarni yechganingizdan keyin ham orqa tarafida ortiqcha narsalar bo'lmaydi.